بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين. Bugungi suhbatimizda sarlavhasi namozga oid masalalar deb nomladik. Namozning qadri qanchalar ulug' va ahamiyatli ekanligini ko'plab oyat karimalardan bilamiz va hadisi shariflardan o'rganamiz. Namoz o'qiguvchi kishi o'z-o'zidan yomon illatlardan, nojo'ya ishlardan tiyiladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, namoz insonga go'zal tarbiya beruvchi ilohiy amaldir. Namoz islom dinining ikkinchi rukni bo'lib, kalima-i shahodatdan keyingi eng ulug' farzdir. Ushbu ibodat musulmon banda Allohning son sanoqsiz ne'matlariga shukr keltirish uchun shariatga kiritilgan. Uning diniy, tarbiyaviy, shaxsiy va tibbiy, ijtimoiy va ko'plab foydalari bor. Avvalo, namoz bandaning Alloh bilan bog'lanish vositasi bo'lib, unda banda yaratuvchisi bilan yolg'iz qoladi, unga munojot qiladi. Mana shu ibodat bilan ruhiy va ma'naviy lazzat oladi. Namoz o'qish bilan banda o'zining barcha ishlarini Alloh taologa topshiradi. Shu namoz bilan o'ziga omonlik, xotirjamlik tilaydi. Ikkinchidan, namoz yutuq va najot yo'lidir. Namoz xato va gunohlarni yuvishning eng ishonchli vositasidir. U bilan doimo egasi ko'plab yaxshiliklarga erishadi.